Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqimizning barcha hamshira insonlari. Bugungi 12-may Xalqaro hamshiralar bayrami muborak bo'lsin. Barchangizni martabangiz ulug' inson bo'lib yurishlaringizni tilakdoshimiz. Mehringiz ila nurga to'lsin har bir kuningiz, bemorlarga darmon bo'lib yetgan qo'llaringiz, doim shifo ulansin ezgu qalblaringiz, oq xalatga yarashgan sabr va sadoqatingiz. El ichra baland bo'lsin sizning hurmatingiz, shuhratingiz, sog'lik, baxt, omad sizni tark etmasin hech qachon. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz hamshiralar.